Assalomu alaykum, inspektor Abdurahmonov. Qalaysiz? Yaxshi, rahmat. Marhamat qilib hujjatlaringizni taqdim qilib olasizmi? Hujjat tayinlansin. Bu hujjatga kirmaydi lekin. Siz yaxshilab qarang. Shaxsiy hujjatlarimni har kimga ham beravermayman. Qandoq bo'larkin-a? Qanday bo'ladi, assalom? Abdurahmonov. Labbay o'rta boshliq. Hozir 1 minut. Labbay. Sana menga o'xshagan podpolkovnik bo'lishni xohlaysanmi? Albatta o'rta boshliq. Orzuyim shu-ku. Unda bizda bitta qoida bor. Xo'p. Kasbini xor qilgan unga zo'r bo'ladi. Xulosani o'zing chiqarasan. Sizni tushundim o'rta boshliq. Men ketaversam bo'ladimi, jon? Siz hujjatingizni boshqa yoqda ko'rsatasiz. Voy, tushunmadim. Sen meni mensimadingmi? Ustimdagi kiyimim nafsimdan ustun turadi. Hujjatlaringiz joyida bo'lmasa, yonga o'rindiq qo'yib oling, mashina shtrafga qo'yaman.